Ma'lumki, bahorning ilk kunlarida nishonlanadigan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan qo'shimcha dam olish kunlari belgilandi. Shunday pallada farzandlarni olib, hayvonot bog'i yoki botanika bog'ini ziyorat qilishga nima yetsin. Avvalo, bunday tashriflar bolajonlarning ona tabiatimizga, flora va faunamizga mehrini oshiradi. Shu bilan birga ularning atrofimizdagi olam haqidagi tasavvurlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Zotan bu yerda 345 turdagi 10 mingdan ziyod jonivorlar saqlanadi. Shu kunlarda bog' kolleksiyasi boshqa davlatlardan keltirilgan hayvonlarning yangi turlari bilan yanada boyitilibdi. Munavvar opa, nima yangiliklar bor? Nima bilan xursand qilasiz? Assalomu alaykum. Muxlislarni. Toshkent hayvonot bog'i bugungi kunda kelayotgan mehmonlarimiz eng haligi dam olish madaniyat maskanlaridan biriga aylanganda kelgan mehmonlarimiz jonivorlarni, shu noyob bo'lgan shu jonivorlarni yonidan ko'rib, ularni kuzatib maza qilishyapti. Endi baribir jonli ko'rganingiz boshqacha. Viloyatlardan ham ko'p keladi odam. Viloyatlardan, respublikalardan ham hattoki, Boshqa chet ellardan ham chet juda ham mehmonlarimiz ko'p. Albatta tashrif buyurishi mamnun bo'lib ketishyapti. Bu yil hisobidan bizga marmozetkalar keldik, maymunchalar bor, kichkina o'yinchoqqa o'xshaydigan maymunchalar olib kirildi. Keyin sher olib keldik, giyenlar bor, giyenlar olib kelindi. Yozgi mana shu maymunlarimiz uchun yozgi yashash joylari o'sha ularni muhitga moslabda daraxtlarning ichida, daraxtlarning ustiga chiqib, chopib, aylanib, keng har bitta maymunimiz uchun qurildi. Yana bir yangilik, yaqin kunlarda maymunlar uchun ochiq havoda qo'shimcha joy tayyorlanayotgan ekan. Endilikda ularni keng maydondagi erkin harakatlarini kuzatib ham zavq olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, pakana maymun, qoramtir rangli sher, Afrika sirtloni va hayvonot olamining boshqa bir qator noyob turlari keltirilibdiki, bu ham bo'lsa bog'ga kelganlarning tasavvurlarini yanada oshirishga xizmat qiladi.